Muhammad o'ldi degan ovoz tarqaladi. Sahoba radhiyallohu anhumlar payg'ambar alayhisalomni vafot etganligini eshitib, qo'llaridan qilichlari tushib ketadi. Tizzalari qaltirab qoladi. Hatto sahoba radhiyallohu anhumlar o'rinlariga o'tirib qoladi. Harakat qila olmay qoladi. Jangni tashlashib aytadiki, ba'zilari jang tugadi, endi qochamiz deydi. Endi chekinamiz deydi. Ba'zi sahobalar chekinib Madinagacha kirib borgan deyiladi. Shunda sahobalarni chekiyotganligini ko'rib, Anas ibn Nazir radhiyallohu anhu kim Muhammadga iymon keltirgan bo'lsa Muhammad o'ldi. Kim Allohga iymon keltirgan bo'lsa Alloh o'lmaydigan zot, Alloh uchun jang qilinglar dedi. Anas ibn Nazir radhiyallohu anhu Badr g'azotiga qatnasha olmay qoladi. Badr g'azotiga qatnasha olmay qolganligidan shunday qattiq afsus qilib aytadiki, agar Alloh menga yana jang beradigan bo'lsa, Alloh o'zi ko'radi meni uni yo'lida qanday jang qilganligimni deydi. Va mana shu Uhud g'azotiga kelib qattiq jang qiladi. Rasululloh alayhisolamni vafot etdi degan xabar tarqalgan paytda shunday jangga kirib ketadiki, 70 dan ortiq jarohat bilan vafot etadi. Shahid bo'ladi. 70 dan ortiq jarohat bilan shahid bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Anas ibn Nazir radhiyallohu anhu ni ko'rib qattiq yig'laydi. Tanib bo'lmaydigan holati keladi. U kishini singillari Anas ibn Nazirni barmoqlari bilan tanib oladi. Barmoqlari bilan mana shu meni akam deydi. Barmoqlari bilan tanib oladi. Va Alloh taolo oyatda Anas ibn Nazirni bergan ahdiga tasdiqan aytadiki, mu'minlarning ichida shunday kishilar bor, Allohga bergan ahdlariga vafo qildilar. Ya'ni nima deb ahd beruvdi? Badr g'azotida qatnasha olmaganligi uchun Alloh menga yana agar jang beradigan bo'lsa, uni yo'lida qanday jang qilishligimni Allohning o'zi ko'radi deb Allohga ahd bergan. Va Alloh taolo unga Uhud g'azotini berdi. Payg'ambar alayhisalom bu Alloh va rasuliga bergan ahdiga vafo qildi dedi. Takunu ba'daka g'urbatun va maranatun wal qalbu